Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, Taraqqiyot va ta'lim podkasti muxlislari, navbatdagi didorlashuv onlari muborak bo'lsin deb bugungi suhbatimizni boshlaymiz. Xabaringiz bor, bugungi global zamonda ilm fanni taraqqiyotda nihoyatda o'rni katta. Shu bilan birgalikda bugun texnologik zamonaviy rivojlanish asrida yashayapmiz. Va zamonaviy texnologiyalar nihoyatda rivojlangan bir paytda, sun'iy intellekt rivojlangan bir paytda yashayapmiz. Ana shundan kelib chiqib bugungi kunda akademik halollik haqidagi mavzu asosida suhbatlashmoqchimiz. Bugungi suhbatdoshimiz Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti xalqaro va milliy reytinglar bilan ishlash bo'limi boshlig'i, iqtisodiyot fanlari nomzodi dotsent Xayrulla aka Qurbonov. Xayrulla aka, xush kelibsiz suhbatimizga. Rahmat. Xayrulla aka, keling bugungi eng dolzarb masalalardan biri bo'lgan akademik halollik va uni ahamiyatiga gaplashsak. Marhamat. Katta rahmat. Suhbatga taklif qilganinglar uchun. Akademik halollik masalasi bu hozirgi kunda mana o'zingiz taklif etganingizdek dolzarb masalalardan biri bo'lib turibdi. Bu shu jahon akademik hamjamoatchiligi, hamjamiyati tomonidan global muammo sifatida ko'tarilayotgan masalalardan biri hisoblanadi. Buni bevosita mana shu yilning boshidagi yanvar oyidagi masalan O'zbekiston demak oliy ta'lim muassasalaridagi ma'lum bir muammolar masalasida fonida ham ko'tarilgan. Demak xabarlardan, axborotlardan xabaringiz bor. Umuman o'zi akademik halollik deganda nimani nazarda tutamiz degan savolni ko'rib o'tadigan bo'lsak, bu demak akademik halollik bu asosan ta'lim va ilmiy tadqiqot faoliyatida bevosita axloqiy, huquqiy va demak tashkiliy hamda kasbiy standartlarga rioya qilishni anglatuvchi prinsiplar majmuasini o'zida ifodalaydi. Umuman olib qaraydigan bo'lsak, akademik halollik tushunchasi bu haligi ilmiy tilda aytadigan bo'lsak metafora deb ham aytishimiz mumkin. Chunki u bir qancha mazmunlarni masalan anglatadi. Mana masalan ilmiy etika, akademik yoki bo'lmasam ilmiy halollik yoki bo'lmasam akademik madaniyat degan tushunchalarni majmuasini o'zida ifodalaydi. Lekin aksariyat holatlarda akademik halollik deganda bu ilmiy tadqiqot faoliyatida demak ma'lum darajadagi shaffoflik, ilmiy tadqiqot faoliyatidagi polemik apparatni shakllantirish jarayoni yoki bo'lmasam ilmiy abstraksiyalash jarayonlarida ma'lum bir demak shu ilmiy tadqiqot ishigacha bo'lgan manbalardan foydalanishdagi demak halollik prosesslarini, jarayonlarini tushunishimiz mumkin. Endi bu yerda yana bir qiziq vaziyat mavjud. Agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, akademik halollik ikkita tushunchadan iborat bo'lyapti. Akademik hamda halollik. Demak, bu yerda halollik degan tushunchani o'zini oladigan bo'lsak, bu arabchadan kelib chiqqan so'z hisoblanadi. Arabchada buni demak teskari jumlasi bu harom degan tushuncha ishlatiladi. O'z aslida bu juda qo'pol chiqsa ham, harom degani bu taqiq degani. Halol degan so'z bu ruxsat berilgan. Ya'ni hali yuqorida biz ta'rif berganimizda ma'lum bir standartlarga degan tushunchani aytib o'tib ketdik. Standartlarga rioya qilish tamoyillari deb turib aytib o'tib ketdik. Demak ma'lum bir ilmiy tadqiqot olib borish uchun standartlar mavjudmi? Demak bu standartlar bo'yicha demak ruxsat berilgan qandaydir chegaralar mavjud. Xayrulla aka, bugungi kunda oliy ta'limda akademik halolligini ta'minlash uchun qanday institutsional mexanizmlar joriy etilgan va bu jarayon oliy o'quv yurtlarining ilmiy muhiti hamda tadqiqotlari sifatiga qanaqa ta'sir ko'rsatmoqda? Savol uchun rahmat. Akademik halollikni ta'minlashda oliy ta'lim muassasalarida qanday institutsional shart-sharoitlar yaratilgan? Albatta bu birinchi o'rinda publikatsiyalarni yozish jarayonida publikatsiyalar manbalari bo'yicha masalan shart-sharoitlar yaratilgan. Publikatsiyalarni yozish jarayonidagi xalqaro va global manbalarga shart-sharoitlar yaratilgan. Ya'ni internet va shu bilan birgalikda ko'plab hozirgi kundagi O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida
jahonning yetakchi universitetlarini bibliotekalariga dostuplar ruxsatlari olingan. Bundan tashqari Oliy attestatsiya komissiyasi talablari hamda universitetlarning o'zining ichki standartlariga asoslangan holda ko'plab ilmiy tadqiqot ishlari, mana masalan dissertatsiyalar, monografiyalar yoki bo'lmasam maqolalarni antiplagiatdan o'tkazish xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Bu narsa ma'lum darajada shu akademik halollikni ta'minlash maqsadida va akademik halollikni ta'minlashga yo'naltirilgan institutsional chora-tadbirlardan biri sifatida masalan ko'rishimiz mumkin. Masalan, bugun bevosita siz ishlayotgan Toshkent iqtisodiyot universitetida masalan professor o'qituvchilar, talabalar o'rtasida akademik halollik madaniyatini shakllantirish uchun qanaqangi tarbiyaviy va ta'limiy ishlar amalga oshirilyapti va umuman mana shu jarayonlarda bugungi professor o'qituvchilar va talabalar o'rtasida qandaydir bir tasavvurlar bormi va bo'lsa u qanaqa amalga oshirilyapti, shu haqida gapiring. Akademik halollikni ta'minlash maqsadida maxsus standartlar yoki bo'lmasam axloq odob etika kodekslari mavjud emas, lekin iqtisodiyot universitetida professor o'qituvchilarni kasbiy demak axloq odob kodeksi hamda umuman universitetda axloq odob kodeksi qabul qilingan. Bu yerda ma'lum bir normalar belgilab qo'yilganligini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari biz mana o'zingizning xabaringiz bor, oxirgi 10 yil ichida xalqaro masshtabdagi yirik xalqaro jurnallar bazasidagi indeksatsiyalangan jurnallarda publikatsiyalar chop qilish amaliyoti butun respublikada hozir rivojlanib boryapti. Buni real amaliy ifodasi sifatida masalan aytishimiz mumkin. Scopus xalqaro jurnallar bazasiga kirgan jurnallardagi publikatsiyalar chop qilish amaliyotining avj olib borayotganligi, kuchayib borayotganligi yoki bo'lmasam Web of Science yoki bo'lmasam Google Scholar'da indeksatsiyalanadigan publikatsiyalarning yuqori impact faktorli publikatsiyalarni chop qilinayotganligi va bu publikatsiyalarda yoki bo'lmasa mana iqtisodiyot universitetining o'zida bu elektron jurnallarni joriy qilinganligi va elektron jurnallardagi chop qilingan publikatsiyalarga raqamli identifikatsiyani berish, ya'ni DOI berish sistemasining yo'lga qo'yilganligini masalan bunga misol tariqasida keltirishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam hozirgi kunda iqtisodiyot universiteti masalan shu xalqaro jurnallar bazasida indeksatsiyalangan kirgan jurnallarda indeksatsiyalangan maqolalarni doimiy ravishda monitoringini olib borish bo'yicha iqtisodiyot universiteti rahbariyati tomonidan ma'lum bir amaliy dasturlar paketlari sotib olib berilgan. Masalan Scopus xalqaro jurnallar bazasi yoki bo'lmasam Signal tahliliy elektron sistemasini sotib olganmiz va bular vositasida doimiy ravishda biz masalan chop qilingan publikatsiyalarni ilmiy metrik ko'rsatkichlarni va ularga masalan iqtiboslar berish chastotasi ko'rsatkichlarni doimiy ravishda analiz qilib boramiz. Va bu analizimiz, tahlillarimiz ma'lum darajada shu professor o'qituvchilarimizni ilmiy innovatsion faoliyati, ilmiy faoliyatini ilmiy metrik ko'rsatkichlar bo'yicha ma'lum darajadagi baholab borishga imkoniyat shart-sharoit yaratdi. Masalan bugun ilmiy ish qilaman, olim bo'laman degan da'vogarlar ko'pda. Masalan yer yuzida ham, nafaqat bizda, yer yuzining barcha nufuzli mamlakatlarni nufuzli oliy o'qituvchilarida ham va qolaversa o'sha maqsadda yuzlab maqolalar e'lon qilinadi xalqaro o'sha e'tirof etilgan jurnallarda. Lekin olimlik juda oson ish emas. Hamma ham men olim bo'laman deb o'tirgan joyda olimlik ishini, ilmiy ishni yoqlavermaydi. Uning uchun katta tadqiqotlar olib borish kerak, izlanishlar qilish kerak, taqqoslash kerak, qiyoslash kerak va shu jarayonda masalan ko'chirmakashlikka baribir ehtiyoj seziladi, u qaysi mamlakat bo'lishidan qat'iy nazar. Kimdir masalan tayyor ishni olib o'zini manba sifatida o'sha ko'chirmakash deymizku, o'g'irlashdi bunday aytganda. Mana shunday holatlarga yo'l qo'ymaslik uchun Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida maqolalar, ilmiy ishlar va dissertatsiyalarni tekshiruvdan o'tkazish amaliyoti qanaqa yo'l qo'yilgan? Haqiqiy ilmiy ish qilayotgan bo'lg'usi olimni tekshiruv o'tkazish kerak-ku, qilayotgan tadqiqotlarni, ilmiy ishlarni qanday yo'lga qo'yilgan? Albatta bu masalada hali yuqorida aytib o'tganimdek, boshqa universitetlar kabi iqtisodiyot universitetida ham tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan.
xususan mana bizni ilmiy tadqiqotlar departamentining o'zida maxsus bo'lim bor. Bu bo'limda bir ustozimiz Xodima ustozimiz faoliyat olib boradi va bu ustozimiz doimiy ravishda kelib tushgan dissertatsiyalarni yoki bo'lmasam chop qilinishi lozim bo'lgan publikatsiyalarni va tayyorlangan monografik tadqiqotlar natijasi hisoblangan monografiya va risolalarni antiplagiat tekshiruvdan o'tkazadi. Shuni imkoni bor-a, demak. Imkoni bor. Bu bo'yicha maxsus programma sotib olib berilgan, Turnitin degan va ushbu programma hozir dunyo miqyosidagi eng kuchli demak antiplagiat programmalaridan biri hisoblanadi. Bundan tekshirishdan o'tkaziladi. Endi bu muammo nafaqat hozirgi kunda O'zbekiston universitetlari, oliy ta'lim muassasalari, ya'ni 200 dan ortiq universitetlar mavjud. 200 dan ortiq universitetlarning deyarli barchasi nafaqat akademik faoliyat bilan, ilmiy tadqiqot faoliyati bilan shug'ullanyapti. Chunki 2019-yilgi oliy ta'limni rivojlantirish konsepsiyasida demak universitet 3.0 formatida rivojlanish yo'nalishlari, maqsadlari masalan belgilangan. Bu maqsadlar demak oliy ta'lim muassasalari, xususan universitetlarda nafaqat akademik faoliyat bilan shug'ullanish, balki ilmiy tadqiqot faoliyati bilan shug'ullanishiga ham shart-sharoit yaratib beryapti va unga ma'lum bir huquqiy ekotizmni shakllantirib beryapti. Agarchi xuddi shunday ekan, oliy ta'lim muassasalari oldida baribir bu xatar, ya'ni risk mavjud bo'ladi. Ya'ni ko'chirmachilik, chunki ko'chirmachilik deganda ko'pchilik shu tadqiqotchilar, olimlar o'zi ma'lum bir obyektiv yoki bo'lmasa subyektiv omillar tarzida bu jarayonga, bu muammolarga duch kelib qolishi mumkin. Chunki 1970-yillardan so'ng butun dunyo miqyosida ko'chirmachilik, ya'ni akademik halollikni standartlari shakllana boshladi. Mana masalan tadqiqot halolligi Singapur hisoboti masalan dastlab buni standartlashtira boshlangan bo'lsa, keyinchalik masalan Birlashgan Millatlar Tashkilotini UNESCOni demak standartlari, prinsiplari masalan joriy qilina boshladi. Yoki bo'lmasa akademik halollikning xalqaro markazi AQShda 92-yil tizimlashtirila boshladi. Demak, bular ma'lum bir prinsiplar va ma'lum bir mezonlarni ishlab chiqdi. Bu mezonlar yoki bo'lmasa prinsiplar demak ma'lum darajada ko'pchilik tadqiqotchilar tomonidan ilmiy tadqiqot olib borish jarayonida qat'iy prinsiplarga amal qilishga zaruratni tug'dirib beryapti. Mana nima demoqchiman? Umuman odatiy ilmiy tadqiqot faoliyatida biz ma'lum bir iqtisodchi olimlarning ilmiy qarashlariga murojaat qilganimizda, odatda biz shu iqtisodchi olimlarni ilmiy qarashlari, g'oyalari to'g'risidagi ularning fikrlarini olib, qo'shtirnoq ostida ilmiy manbalarda beramizda, ya'ni amalga oshirayotgan tadqiqotlarimizda va ularga masalan iqtiboslik keltiriladi. Ana endi bu yerning o'zida iqtiboslikni keltirishda masalan shu yuqorida ta'kidlab o'tgan xalqaro tashkilotlar yoki bo'lmasa markazlar tomonidan har xil standartlar joriy qilingan. Mana masalan birgina iqtibosni o'zini rasmiylashtirish uchun APA, Chicago yoki bo'lmasa Harvard standartlari mavjud. Bu standartlarni masalan ko'pchilik holatlarda ko'pchilik tadqiqot olib borayotgan yosh olimlarimiz bu standartlarni o'zini shakllantirish prinsiplari to'g'risida axborotga ega bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun iqtisodiyot universitetida ana endi ikkinchi institutsional tashkiliy tuzilmalar, ya'ni monografik tadqiqotlar natijasi hisoblangan monografiyalar, risolalar yoki bo'lmasa maqolalarni retsenziyadan o'tkazish tartiblari joriy qilingan va ushbu retsenziyadan o'tkazish tartiblari jarayonida aynan bu iqtiboslarni rasmiylashtirish masalalari yoki bo'lmasam iqtiboslik sifatida olinayotgan shu iqtisodchi olimlarning fikrlarini qayta parafrazlash, qayta shakllantirish desak menimcha to'g'ri keladi. Paraphrasing deb aytib o'tiladi. Parafrazlash vositasida demak shu akademik halollik standartlariga muvofiqlashtirish bo'yicha ko'rsatmalar bu taqrir nazarida berib boriladi. Bugun domla masalan global zamon deymiz-ku, haqiqatan global zamonda yashayapmiz va zamonaviy texnologiyalar nihoyatda rivojlanib ketdi. Sun'iy intellekt mahsulotlarini ko'rib, bemalol tabiiyga o'xshab qabul qilishimiz ham mumkin-da. Aldanib qolishimiz ham mumkin.
Mana shunday sun'iy intellekt va raqamli texnologiya rivojlangan bir paytda akademik halollikni saqlash uchun universitetlar va ilmiy jurnallar qanaqangi yangi qoidalar asosida faoliyat olib borish kerak edi. Chunki murakkab zamon, sun'iy intellekt orqali har qanday holatlarni amalga oshiradigan tadqiqotlar ham qilish mumkin-da. Shuni haqida fikringizni bilmoqchimiz. 80-yillardan keyin fizika sohasidagi tadqiqotlar, yarim o'tkazgichlarning kashf qilinishi, raqamli texnologiyalarning rivojlanishiga asos yaratganligi barchamizga ma'lum. Endi bugungi kunga kelib mana sun'iy intellekt, neyron sistemalar yoki bo'lmasam kognitiv fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan shunaqangi programmalar chiqib ketdi. Buni tan olamiz. Ular hatto masalan yuqori darajada tafakkurga ega bo'lgan inson aqli yoki bo'lmasam insonni ma'lum darajadagi IQ'sidan ham juda yuqori imkoniyatga ega hisoblanyapti. Masalan, shu ChatGPT'ni o'zini oladigan bo'lsak, Gemini AI'ni oladigan bo'lsak, hozir masalan Grok yoki bo'lmasa mana o'tgan yili Xitoyda ishlab chiqarilib, AQSh fond bozorlarida juda katta impuls vujudga keltirgan sistemani, masalan neyron sistemani, DeepSeek'ni masalan ko'radigan bo'lsak, bular endi bu kelajakdagi rivojlanib borayotgan, kelajakdagi ma'lum darajada kelajakni belgilab berayotgan yo'nalish hisoblanadi. Endi bundan himoyalanishi meni o'zimning fikrimcha yagona yo'li bu har bir insonni o'zidagi shu ilmiy tadqiqotga nisbatan axloq odob kodeksi yoki bo'lmasam etikaga amal qilish hisoblanadi. Chunki har bir inson, men masalan tadqiqotchimanmi? Qaysidir darajada tadqiqot olib boryapmanmi? U olib borayotgan tadqiqotim natijasida fanga o'zimni kontributsiyamni qo'shayotganligimni o'zim masalan vijdonan hal qilishim kerak. Chunki nima uchun buni aytyapman? Turnitin masalan hozirgi kunda eng kuchli antiplagiat himoyalaydigan programmalardan biri hisoblanadi, lekin ChatGPT yozib bergan g'oyalar, ChatGPT yozib berayotgan informatsion manbalarni qayta ishlash bu g'oyani o'zgartirmayapti. Lekin uni qayta ishlash vositasida bu material tayyorlab borilyapti. Bular uni baribir ChatGPT yozganligini to'lig'icha anglab yetolmayapti. Lekin ChatGPT umuman bu neyron sistemalarda sun'iy intellektdan foydalanishi o'ziga yarasha madaniyati to'g'risida hozir juda ham ko'plab olimlar ham gapiryapti. Sun'iy intellekt bu insonga xizmat qilishi kerak. Xizmat qilyapti ham. Umuman bu ijtimoiy hayotimizga insonda ayrim joylarda o'rinni olib ham qo'yyapti. Bir necha kasb egalari ishsiz qolib ketish xavfi bor agar sun'iy intellekt to'liq joriy qilinsa degan gaplar ham bor-da. Bor. Bunga masalan odamzod qanday tayyorlanishi kerak? Olimlar masalan deydi, omma masalan juda ko'p kasb egalari xavotirga tushishi mumkin. Endi nima qilaman men? Qanday qilib bola chaqamni boqaman? Sun'iy intellekt kasbimni egallab qo'ysa, oylik qayerdan olaman degan bir hadiklar ham bor-da. Iqtisodda shunaqangi qoida bor. Ilmiy texnik taraqqiyot bu ishsizlik masalasini muammosini keltirib chiqarib berishi mumkin. Shu degan tushuncha bor. Bu tarixdan 19-asrda isbotlangan. Ya'ni tarixda shunaqangi tushuncha bor edi. Angliyada qo'ylar odamlarni yeb qo'yapti. Qarang ana. O'zi aslida Angliyada qo'ylar odamlarni yegan emas. Angliyada tekstil industriyasining rivojlanishi natijasida ko'pchilik Angliyadagi lordlar, endi shunaqa boy insonlar yerlardan dehqonlarni chiqarib tashlab, o't ekib bu yerga qo'ylarni boqqan. Ya'ni bu ham haligi aytib o'tganimiz bitta metafora o'zi aslida, lekin ilmiy texnik taraqqiyot qanchalik avj oladigan bo'lsa, qo'l mehnati shunchalik kamayib boradi. Bu bor narsa. Endi sun'iy intellektning rivojlanishi ilmiy tadqiqotlarni juda ham shiddat bilan tezlashishiga ta'sir ko'rsatdi. Mana masalan, agar hali yuqorida aytib o'tdik, akademik halollik degan tushuncha bu o'tgan asrimizning 50-yillardan so'ng paydo bo'ldi. Va 90-yillardan keyin, ya'ni hozirgi kunda masalan shu akademik halollik standartlarini shakllanishini 5 ta 6 ta bosqichi bor. Masalan, o'sha bosqichlardan keyingi oxirgi masalan bosqichlarga e'tiborni qaratadigan bo'lsak, masalan 2005
va 2015-yil oralig'larini masalan ko'radigan bo'lsak, bu davrda masalan axborot massivi, axborotlar oqimi juda ham avj oldi butun dunyoda. Oldin masalan kompyuter bo'lgangacha bo'lgan jarayonda hamma hisob-kitoblar qo'lda bajarilardi. Shunday. Lekin kompyuterlar paydo bo'lgandan keyin asta-sekinlik bilan demak amaliy dasturlar paketlari paydo bo'la boshladi. Excel masalan, Word programmalari masalan paydo bo'la boshladi, Office programmalari. Va bugungi kunga kelib masalan bu ayniqsa masalan eng ko'p foydalanilayotgan shu ChatGPT, chunki buni bazasi juda ham kuchli, metateglari juda ham kuchli va bu bazadan foydalanib biz xohlagan informatsiyaga, ma'lumotga, axborotga ega bo'lish imkoniyatiga ega bo'lyapmiz. Mana hozir agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, biz oliy ta'lim, dunyo oliy ta'lim muassasalari zoomerlar avlodlari davridamiz hozir. Bu hattoki pedagogikaga nisbatan yondashuvni ham o'zgartiryapti. Chunki bugungi bolalarimiz, mana o'zingiz yaxshi bilasiz, biz yashagan paytlar, biz o'sha o'smir bo'lgan paytlarimiz bu 70-80-yillar. U davrdan ko'ra hozirgi bolalarimizni axborot bo'shlig'i axborotga juda ham to'ldir birinchidan. Hozir biz bolalarimizni masalan turli o'sha davrdagi axborotlar bilan ularni hayratga sola olmaymiz. U axborotlar eskirdi endi. Yo'q, eskirmaydi. Axborotning turlari ko'paydi. Axborotga yana haliga access deyiladi, erishish, axborotga ega bo'lish imkoniyati juda ham oshib ketdi. Tezlashdi. Mana masalan, sizga bir misol tariqasida aytishim mumkin. Kitob o'qish vositasida kitobning asosiy funksiyasi nima edi o'zi? Kitobning asosiy funksiyasi bu ma'lum bir badiiy voqea va jarayonlar yoki bo'lmasa ma'lum bir fan sohasidagi nazariyalar, bilimlar to'g'risida axborot berish funksiyasini bajarardi. Talabaga yoki bo'lmasa aytaylik professor o'qituvchilariga va ma'lum bir yo'nalishdagi informatsiyani olishimiz uchun biz ko'plab kitoblarni o'qishimiz kerak edi. Lekin hozirgi kunda masalan ChatGPT ga masalan o'sha to'g'risidagi informatsiyani bersangiz, uni darhol chiqarib beradi. Mana masalan sizga bitta misol tariqasida aytaman. Oddiygina qilib yozadigan bo'lsangiz, hozir masalan yozadigan bo'lsangiz, John Nashning masalan klassik iqtisodiy nazariya asosida hisoblangan Adam Smithni asosiy g'oyasini, tanqidi nimadan iborat deb beradigan bo'lsangiz, uni masalan shu ChatGPT qandaydir bir 30 sekund ichida shunday yozib beryapti. Lekin biz uni Nashni nazariyasini o'rganishimiz uchun yoki bo'lmasam Nashni qarashlarini haqiqatda asoslanganligini o'rganishimiz uchun birinchidan Smithni adabiyotini o'rganib chiqishimiz kerak. John Nash tadqiqotlariga murojaat qilishimiz kerak. Lekin bu ikkita davrda yashagan, masalan o'tgan asrimizda 50-yillarda yashagan John Nash, bu matematik va keyinchalik iqtisod sohasida juda mashhur olimlardan biri hisoblanadi. Bilasiz, Adam Smith bu klassik son nazariya asosini o'rganishimiz kerak. Lekin ChatGPT ga beradigan bo'lsangiz, aynan shu muammoning epitsentridagi endi bu bilan kontentlarni shunda beryapti. Kitob o'qishga bo'lgan ehtiyoj o'z-o'zidan pasayib ketadi. Kitob o'qimasa ham bo'ladi. O'sha sun'iy intellekt yoki mana bu zamonaviy texnologiya orqali hamma savolga javob topsa bo'ladi demoqchimisiz yoki kitob o'qishimiz kerakmi? Yo'q, aslo. Men bu masalan teatr, bo'lsa kitob o'qish bu madaniyatni eng oliy namunasi deb hisoblayman. Chunki kitob o'qish vositasida u faqatgina informatsiya olinmaydi. Endi masalan kitob o'qish bu ma'lum darajada sizni fikrlashingizni oshirish yoki bo'lmasa ma'lum darajada neyromediator funksiyasini bajarish mumkin masalan yoki bo'lmasa umuman olib qaraydigan bo'lsak, kitob o'qishi inson sog'lig'i uchun, insonni masalan ma'lum darajadagi xarakterini shakllanishi uchun juda ko'p foydali tomonlari bor. Uni endi psixologlarimiz juda yaxshi biladi. Uni varaqlab
o'qishni o'ziga xos bir ahamiyati ham borda, qandaydir odamga ruhiy ma'naviy quvvat ham beradi. Albatta. Lekin bu aytganingizdek zamonaviy texnologiya bilan bugun tabiiy kitoblar o'rtasida bir raqobat kelayotgan ekan, demak uni ma'lum bir me'yorda ushlashimiz kerak ekan. Bundan ham foydalanishimiz kerak va kitobdan ham foydalanishimiz kerak, chunki kitob azaliy xazinada bu. Albatta. Uni Domla shunday kelib chiqib yana aytmoqchiman, xalqaro akademik muhitda akademik halollikning asosiy tamoyillari bor. Bilasiz, haqqoniylik, ishonch, adolat, mas'uliyat va hurmat qanday shakllangan va ular ilmiy tadqiqot hamda ta'lim jarayonida qanday amaliy ahamiyatga ega. juda fundamental savolni berdingiz. Endi o'zimni fantaziyamdan kelib chiqib turib javob berishga harakat qilaman, chunki bu masala juda hozirgi kunda dolzarb masalalardan biri bo'lsa kerak deb o'ylayman. Endi o'zimni imkoniyatimdan kelib chiqib javob beradigan bo'lsam, masalan, haqqoniylik. Ya'ni hali yuqorida o'zingiz aytib o'tdingiz, sharq mutafakkirlarini ilmiy tadqiqotlari to'g'risida. Bu inkor qila olmaymiz. Lekin fanda shunaqangi tushuncha ham bor. Biz ilmiy tadqiqotlar vositasida velosipedni qaytadan yaratish kerak emas. Kerak emas. Bu bor. Faqatgina mavjud bo'lgan mexanizmni takomillashtirishga yo'naltirilgan yoki bo'lmasam ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ma'lum bir davrlardagi muhit, sistema va sistema elementlarini takomillashtirishga yo'naltirilgan tadqiqotlar olib borilyapti. Meni endi kuzatishim bo'yicha. Ya'ni fan texnika taraqqiyoti. Fan texnika revolyutsiyasini endi bilmadim, buni qaysini fan texnika revolyutsiyasi deya olamiz, lekin fan texnika taraqqiyoti bo'lyapti hozir. Demak, bu jarayonda biz baribir qaysidir manbalarga murojaat qilamiz. Iqtisod, masalan, xususan men o'zim aytib o'tadigan bo'lsam, iqtisod sohasidagi qandaydir manbalarga murojaat qilamiz. Faqatgina shu manbalarga murojaat qilganimizda, meni o'zimning fikrimcha, shu manbalarga ma'lum darajada hurmat bilan, adolat bilan yondashgan holda murojaat qilishimiz kerak va shu belgilangan akademik halollik standartlari asosida biz bu manbalarni rasmiylashtirishimiz kerak. Chunki g'oyani o'g'irlash bu qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, bu o'g'irlik baribir. Buni tan olishimiz kerak. Hali aytib o'tganimizdek, akademik halollik bu birinchi o'rinda axloqiy motivlar, axloqiy standartlarga deganda, masalan, shu narsa nazarda tutiladi. Ya'ni uyat elementlarining ma'lum darajada bo'lishi, bu meni o'zimning fikrimcha olimlarda shu akademik halollikka yo'naltiruvchi asosiy motiv bo'lsa kerak. Chunki yangilikni takrorlanish holatlari bo'lgan. Mana fiziklarimiz, fiziklarimizda ko'p kuzatamiz. Masalan, elektromagnit to'lqin dualizmi degan shunaqa nazariya bor. Elektromagnit to'lqin dualizmi bu Maxwell hamda Newton qarashlariga asoslanadi. Ikkalasi ham ikkita davrda ikki xil kashfiyotni qilganda, ikkalasining nomiga elektromagnit to'lqin dualizmi deb atab o'tiladi. Yoki bo'lmasam iqtisodda ham shunaqangi nazariyalar mavjud. Masalan, Friedman Phelps nazariyasi deyiladi masalan. Va hokazo. Bunaqangi ko'p misollar keltirishimiz mumkin. Ya'ni ma'lum bir g'oyalar, ma'lum bir kashfiyotlarni bir kishi emas, ikki kishi, uch kishi tomonidan qilinadi. Lekin yoki bo'lmasa Nobel mukofot laureatlarini ko'radigan bo'lsak, Nobel mukofot laureatlarini ham masalan ma'lum bir yillarda iqtisod yoki bo'lmasa boshqa fan sohalarida ko'plab ilmiy jamoatchilik tomonidan olinadi. Demak, bitta g'oya yoki bo'lmasa kashfiyot doirasida bir necha shaxslar ijod qiladi va ularga teng kontributsiyasiga yarasha, hissasiga yarasha taqdirlanadi. Mana masalan, jahon ilm fanidagi eng mashhur sovrinlardan biri, sovrin deymizmi, bu Nobel mukofot laureati bo'ladigan bo'lsa, Curie'lar oilasi 5 marta olgan deydi. Shunda Marie Sklodowska-Curie'ning o'zi 2 marta olgan. Haqiqatan ham shu loyiq sifatida qaralganmi? Albatta. Bu ayol endi men masalan juda kashfiyotlari hurmat qilaman. O'zimni ideal ayol sifatida deb olaman, chunki ayollar orasida birinchi Nobel mukofot laureati bo'lgan. Ikkinchidan, yagona olima ayol
ikkita fan sohasidan Nobel mukofoti laureati bo'lgan, kimyo hamda fizika sohasidan. Ya'ni demoqchi bo'lganim, Curie'lar oilaviy 5 marta masalan Nobel mukofoti laureati bo'lyapti. Demak, bu yerda bu degan so'z Marie Sklodowskiy Curie'ning o'zi faqatgina shu 5 marta oldi degani emas. U Pierre Curie, uni xo'jayinlari yoki bo'lmasam keyinchalik ular masalan avlodlari masalan olgan. Ya'ni fanda o'sha tamoyillarga asoslanadigan bo'lsak, birinchidan har bir o'zingiz o'rganayotgan, o'zingiz o'qigan kitobga ma'lum darajadagi hurmat bu juda katta akademik halollikni asosiy tamoyili bo'lsa kerak. Domla shu akademik halollikka xiyonat qilinganda, ko'chirma-kashlik, o'g'irlik aniqlanganda, unday odamlarga nisbatan bizning qonunchiligimizda qandaydir me'yoriy hujjatlar qabul qilinganmi? Jazolash, javobgarlikka tortish bilan bog'liq. Bormi qonunlarimiz? Yoki xalqaro miqyosda shunaqa qonunlar bormi? Xalqaro miqyosda yuqorida aytib o'tilgan Singapurdagi qabul qilingan hisobot yoki bo'lmasa OECDning hisobotlari bor. Endi bu to'g'risida men ochig'ini aytaman, bunga qanday ma'muriy yoki bo'lmasa jinoiy sanksiyalar qo'llash masalasi to'g'risida menda axborot yo'q. Chunki bu narsani o'zim qabul qila olmasam ham kerak. Lekin bu holatlar kuzatib turiladi, lekin faqatgina bu holatga ikki xil yondashishimiz kerak. Obyektiv sabablar vositasida yoki bo'lmasa subyektiv sabablar vositasida bo'ladigan bo'lsa, masalan, bunga qarab turib masalan ikki xil yo'nalish belgilashimiz kerak. Lekin O'zbekiston amaliyotida hozircha ko'chirmachilikka bunaqangi sanksiyalar mavjudligi to'g'risida ham menda masalan Ma'lumot yo'q sizda? Yo'q, ma'lumot yo'q. Domla, mana bugun agar mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarni bir zamiriga e'tibor qaratadigan bo'lsak, mamlakat prezidenti doimiy ravishda islohotlarning asosida ilmiy tadqiqotlari muhim ekanligini doimo aytadilar. Bizni hayotimizni belgilaydigan va taraqqiyotimizni belgilaydigan asos ilm, ma'rifat va ilm deydilar. Shundan kelib chiqib aytishimiz kerakki, bugungi masalan qilinayotgan ilmiy ishlarimiz yoqlanayotgan, ularning hayotga ta'siri qanday bo'ladi? Deylik masalan bir olimimiz nomzodlik ilmiy ishini yoqlagandan keyin uni shu ilmiy ishi bizni hayotimizda qandaydir naf samara beradimi yoki yo'qmi? Yoki aytgandek akademik halollikka xiyonat qilingan holda ko'chirma-kashlik asosida qilingan bo'lsa, u besamar ilmiy ishlar chiqmay kerak emas. Shunday ekan, bugun shu mavzuni tanlashning muhimligi haqida ham gaplashsak, o'sha mavzu toki ertaga o'zining samarasini bersin hayotda. Bir yangilik qilsin xalqimizga, jamiyatimizga, mamlakatimizga naf tegsin degan ma'noda. Marhamat, shu haqida fikringiz. Bu bo'yicha Iqtisodiyot universitetidagi tajriba to'g'risida agar o'rtoqlashadigan bo'lsak, Iqtisodiyot universiteti iqtisodiyot sohalari uchun asosan kadr tayyorlovchi oliy ta'lim muassasasi hisoblanadi. Demak, Iqtisodiyot universitetida mavzularni shakllantirilishi bu kafedralar kesimida va kafedralardan umumlashtirilgan holda shakllantiriladi. Bu iqtisodiyotdagi dolzarb muammolarga asoslangan holda bizni masalan Iqtisodiyot universitetining hozirgi kunda 35 ta real sektorda yetakchi vazirlik, idora tashkilotlarida o'zining filiallari mavjud. Ushbu filiallardagi asosiy faoliyat vektori bu ilmiy tadqiqotlar uchun eng zaruriy bo'lgan va aktual mavzularni tanlash hisoblanadi. Mana masalan hozirgi kunda shu taraqqiyot strategiyasi yoki bo'lmasa O'zbekiston 2030 strategiyasi va ushbu strategiyada belgilangan iqtisodiy, dolzarb makroiqtisodiy masalalar, tarmoqlarni rivojlantirish dasturlari yoki bo'lmasa tarmoqlarni rivojlantirish maqsadli indikatorlari, masalan 100 ta maqsadli indikatorlar nazarda tutilyapti. Demak, bular asosida ilmiy tadqiqot mavzulari shakllantiriladi. Va ilmiy tadqiqot mavzularini shakllantirilgan ilmiy tadqiqot mavzular doirasidagi ilmiy tadqiqotlarning samaradorligi uning reproduktiv xususiyati bilan bevosita, reproduktiv kuchiga bevosita bog'liq. Ya'ni shakllantirilgan real ilmiy yangilik yoki bo'lmasa amaliy tavsiyalarni amaliyotga joriy qilinishi va amaliyotga joriy qilinish natijasida keladigan sotsial yoki bo'lmasa iqtisodiy xarakterdagi demak samaradorlik bu yerda muhim ahamiyat kasb etadi. Umuman hozir bu yo'nalishda
muammolarimiz ham yetarli, lekin tizimli, pragmatik xarakterdagi ishlarni amalga oshirishga harakat qilinyapti. Suhbatimiz jarayonida bir narsa ayon bo'ldi. Eshitishimga qaraganda o'zingiz nafaqat O'zbekistondagi mana shu o'zingiz faoliyat olayotgan universitetda ta'lim olgansiz, va shu bilan birga bir necha xorijiy mamlakatlarni juda nufuzli oliy dargohlarda ham o'qigan ekansiz. Yevropada, Amerikada ishlagan ekansiz. Bugun shundan kelib chiqib, bizni bugungi yoshlarimizda vatanparvarlik tuyg'ularini shakllanish haqida suhbatlashsak, masalan, siz ham bu yerda qolib ketishingiz mumkin edi. Masalan, men O'zbekistonda tug'ilganman, vatanim O'zbekiston, lekin Yevropada qarasam hayot boshqacha ekan, Amerikada boshqacha ekan, shu yerda qolib ketishim mumkin edi. Lekin men qolmadim, O'zbekistonga, vatanimga keldim degan fikrda aytdingiz. Vatanparvarlik ham ma'lum ma'noda ta'limda o'ziga xos katta bir nufuzli o'rinni egallaydi deb o'ylayman. Chunki vatanparvar odamgina butun borlig'i bilan o'zining imkoniyatlarini ocha oladi. Chunki o'zining vatanida, tuprog'ida yashaydi u. Shunday ekan, bugun yoshlarimizda sizga o'xshagan vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirish, vatanga bo'lgan muhabbatni oshirish uchun nima qilish kerak? Chetdan ishlash kerak, masalan, biz uni taqiqlamaymiz. Qaysi mamlakatda bizni millatimizni vakillari, xalqimizni farzandlari o'qib, yerda obro' e'tibor olishlari, qozonishlari biz uchun ham xursandlik, quvonch. Lekin dastavval biz o'zimizdagi bilimni, salohiyatni, vatanparvarlikni o'zimiz yurtda berganimiz yaxshi deb o'ylayman-da. Nima deysiz bu borada siz? Bu masalada juda ijobiy, optimistik ruhda gapirishim mumkin. Sababi bizni o'zbek xalqiga, o'zbek xalq mentalitetiga xos bo'lgan ma'lum bir xususiyatli jihatlar bor. Ya'ni shunaqangi qadriyatlarimiz bor. Vatan, oila, ota-ona bu muqaddas. Shundan kelib chiqqan holda ko'pchilik o'zbeklar, o'zbekistonliklar, ular orasida har xil millatlar bor. AQShda yoki bo'lmasam Buyuk Britaniya, Yevropa mamlakatlarida, Xitoy, masalan, Osiyo mamlakatlarida hozir tahsil olyapti. Bu uchun juda zo'r shart-sharoitlar yaratib berilgan. Mana top 300 talikka kirgan oliy ta'lim muassasalariga kiradigan bo'lsa, hukumat buni to'liq to'lab beryapti. Bu juda katta imkoniyat. Bu imkoniyat davlat tomonidan ko'rsatilayotgan bu tashabbus, bu tahsinga loyiq, butun dunyo miqyosida oladigan bo'lsak. Lekin ko'pchilik yoshlarimiz shuni natijasida chiqib turib mana g'arb yoki bo'lmasa aytaylik shu sharqi mashhur universitetlarda o'qiyapti, lekin aksariyati mana haqiqatda tez-tez xorijga stajirovkalarga chiqib turamiz. U yerdagilar bilan gaplashadigan bo'lsak, o'zimizni vatandoshlar. Yo'q, o'qish tugatib qaytaman. Chunki O'zbekistonda ham zo'r o'zgarishlar, O'zbekistonda ham demokratik o'zgarishlar, turmush farovonligini oshirish bo'yicha juda ham ko'p ishlar qilinyapti. Nima uchun men buni aytyapman? Birinchi xorijga chiqishim 2003-yildan, 2002-yildan boshlangan. O'sha paytda haligi birinchi demak Germaniyaga chiqqan bo'lsam, Germaniya bilan O'zbekistondagi ijtimoiy iqtisodiy muhitda juda kuchli tafovut bor edi. Kontrast deydi. Hayratlanganman borib turib o'sha yerdagi shart-sharoitga qarab turib. Lekin hozir deyarli hayratlanmaymiz. Deyarli masalan hayratlanmaymiz. O'sha Londondagi bor infrastruktura, Toshkentda yoki bo'lmasa viloyatlarimizda ham bor. Xuddi shu infrastruktura, AQShdagi infrastruktura bizda ham bor. Bizdagi eng katta yutug'imiz tinchligimiz va xavfsizligimiz. Bu masalada ayniqsa bugungi kunda haligi ijtimoiy haligi ziddiyatlar deymizmi, напряжение bor haligi. Masalan, AQShda juda bu masala muammo. Yoki bo'lmasam o'zim shu Britaniyada tahsil olganman. Masalan, u yerda irqchilik masalan, jinoyat masalasi u yerda anchagina muammo hisoblanadi. Lekin shu nuqtai nazardan O'zbekiston siyosiy jihatdan juda ham barqaror mamlakat. Va u o'zimizni shu yoshlarimizni qaytib kelishiga asosiy ishtiyoq ham shunda bog'liq. Ham qadriyatlar, ham mamlakatdagi islohotlar, mamlakatdagi ijtimoiy tuzum bunga asosiy ta'sir ko'rsatadigan faktor va menimcha vatanparvarlik shunga bog'liq bo'lsa kerak. Ajoyib suhbatlar bo'lyapti. Aytganimizdek vatanparvarlikdan kelib chiqib aytish kerakki, mana bugun suhbatimizni bevosita turli qatlam vakillari ko'ryaptilar va ayniqsa bugun
ilmga qadam qo'yayotgan, ilmiy ish qilishga niyat qilayotgan, reja qilayotgan olimlarimiz bor. Ana shularga akademik halollik haqida qanaqa tavsiyalar bergan bo'lardingiz? Ular nimalarga ko'proq e'tibor bersa, kelajakda o'sha mamlakat miqyosida nafaqat, balki dunyo miqyosida katta bir olimlik nufuziga erishishi mumkin. Shu borada ham tavsiyalar bo'lsa, marhamat bersangiz. Endi men shu Iqtisodiyot universitetida xalqaro publikatsion faollik va reytinglarni kuzatib borayotgan shaxs sifatida va shu kuzatish natijasidagi ma'lum bir xulosalardan kelib chiqib tavsiya beradigan bo'lsam, birinchi o'rinda baribir ko'p monografik manbalarni o'qish kerak, adabiyotlarni o'qish kerak endi tavsiyamiz. Empirik tadqiqot usullarini chuqur o'zlashtirish kerak. Xususan masalan iqtisod sohasida bo'ladigan bo'lsa, ekonometrik modellar, ekonometrik tahlil usullarini masalan chuqur o'zlashtirish kerak. Bu narsa muhim rol o'ynaydi. Chunki bugungi kun talabi bo'yicha empirik tadqiqot natijalari bu muhim ahamiyat kasb etadi. Hali mashhur monetar iqtisodiyotning asoschisi, davomchisi yoki bo'lmasa asoschisi deyishimiz mumkin. Milton Friedmanning bir mashhur gapi bor Taylor bilan suhbatida. Taylor aytadiki, sizning deydi fikrlaringizni, sizning g'oyangizni inkor qiluvchilar topiladimi desa, ha albatta topilishi mumkin. Faqat ular modellar bilangina meni yengish mumkin deb aytib o'tadi. Ya'ni shakllantirilgan modellar bilan. Iqtisod demak bu shu empirik tadqiqotlarga borib taqalyapti. Empirik tadqiqotlar iqtisodning asosini, olinadigan natijalar asosini tashkil qilyapti va kompleks o'rganishga tavsiya qiladi. Insoniyatni ezgulikka, yaxshilikka, ilm, ma'rifatga da'vat etishda xohlaymizmi, yo'qmi, baribir ilmni, fanni, ma'naviyatni hissasi katta bo'ladi. Shunday ekan, bugungi siz bilan biz suhbatlashgan ilm, taraqqiyot mavzusini atrofida akademik halollik haqidagi suhbatimizdan bejizga emas, chunki mamlakat miqyosida ilmga, ma'rifatga e'tiborning berilishi zamirida bitta buyuk maqsad bor. Butun mamlakat aholisini va xalqini hamma tomonlama rivojlangan mamlakatlar xalqi darajasiga olib chiqish. Bu yo'lda hammamizga omad tilaymiz. Sizga o'xshagan olimlarimizga va bugun bizni ko'rayotgan taraqqiyot va ta'lim podkasti muxlislariga, qolaversa bizni ko'rayotgan yoshlarga ham iltimosimiz va taklifimiz shunday bo'ladi. Qadrli kuzatuvchilar, bugungi suhbatimiz nihoyasiga yetyapti. Bugungi suhbatdoshimiz Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti xalqaro va milliy reytinglar bilan ishlash bo'limi boshlig'i, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent Xayrullo Qurbonov bo'ldilar. Xayrullo aka, sizga katta rahmat. O'ylaymanki, siz bilan hali yana kelgusi suhbatlarimizda yana muloqot qilamiz. Yana dolzarb mavzularda yoshlarimizga, ilm ahllariga o'zingizni bilim va tajribalaringizni so'zlab berasiz. Salomat bo'ling. Qadrli kuzatuvchilar, demak siz taraqqiyot va ta'lim podkastining navbatdagi suhbatini tomosha qildingiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Salomat bo'ling.